Podyum! Hamma safga! Dadam soldat rejimiga olib qoldimmi balo? Men yana arrani ber, arrani. Voy, guniga moqa birga boring. Mana qaysi pilis bo'lsa endi? To'xta! Arqaroq! Hozir 10 sekundda portlaydi. Hamma yot! Dada, nima portlaydi? Men Afg'onistonga urushga bo'lgan paytim dushmanlarim bomba qo'yib ketgan bo'lishi mumkin. Dada, u afg'on urushida SSR payti bo'lgan bo'lsa, bu uyda olganmiz endi 1 yil bo'ldi. Qanaqa bomba kim qo'yadi? Hozir meni tuzatmasam, onam bomba qo'yadilar, lekin aytib qo'ying. Hay, qachon kelasiz? Görüşmaymizmi? Kim bilan gaplashyapsan? Anu dada, to'yim bu yaqinda. Armiyaning o'zini qonun qoidalari bor. Telefondan gaplashish taqiqlanadi. Ayt, xat yozsin. Shula, sen ham xat yoz. Urib beraman o'zim sizga. Dada, nima qilyapsiz? Qo'shnilardan noqonuniy dori olib kiryapsanmi yo'qmi tekshirishim kerak. Qo'shnilarda kasal bo'lganda dori olishga puli yo'q-ku. Bunaqa dorilar qimmat turadi. Atstavit! Hozirgi yoshlarga nima bo'lgan bilmayman. 1 oylik xizmat qilgisi kelmaydi. Bizning davrimizda 2 yil, 3 yil xizmat qilinardi. Urushlarga borilardi. Ertaga armiyaga borasan. Dada, bu hol bog'chaga chiqqani yo'q-ku. Nima qiladi? Bu kal qilganingizga innaganim yo'q. Nima deyapsiz? Hozirgi yoshlarga nima bo'lgan bilmayman. Men urushda Gitlerni o'ldirganman. Dada. Gulruxsor qizim. Senga xat bor. Xatni berma. Armiyaning qoidasi bor. Anjom polkasiga o'ynamasa xatni bermaylar. Bo'ldi. Dada, bu lekin Xorazmcha o'ynayapti hozir. Ha, ber. Men o'chaman. Birga o'qiymiz, birga. Huju hay. Yey. Huju hay. Yey. Huju hay. Yey. Dada, sizga qora xat kelibdi. Men bilardim bir kun shu hazillashib yozgan xatim uyga kelishini. Dada, bu radardan kelgan vahima qilmay uni. Dada! Radar bu. Nimasi bu? Dada, mashinangiz yo'q-ku sizni. Siz tankda yurasiz-ku. Bakın dedim seni, bakın dedim seni.